Xitoyda premium kalotka ishlab chiqaradigan zavoddan akamiz kelgan, xitoylik akamiz bexijolat savol-javob qilaverasizlar, o'zbekchani yaxshi bilar ekan. Xo'p, aka, bu kalotkalar qaysi mashinalarga bor hozirda? Bu kalotkalarimiz Kia Hyundai'da barcha modellariga, BYD'da barcha modellariga, Chevy, Jetauro, Bestu mashinalariga, oldiga, orqaga to'liq bor. To'liq bor. Ya'ni ekipajda turgan kalotkalar hammasi shunaqalar. Bundan tashqari Gentra'larga ham bor. Biz o'zimiz Chevrolet mashinalari hammasiga bor. Ya'ni Captiva'dan tortib Matizgacha. Xo'p, bular nimalar? Bular endi motor zapchasilar. Qanaqa motor zapchasi? Avlanda 2, Monza. Bu bilan aka necha mingga endi garantiya berasiz endi? Xo'p, biz o'zimiz shahar ichida bo'lsa 30 ming, uzoqroqqa yushadigan bo'lsa 20 ming, 25 ming bemalol xizmat. Hozir aka siz birinchi qo'lsa bular olib kelayotgan, to'g'rimi? Narx bo'yicha vodiyda bexijolat narxlari kommentga ham yozsa, hamma savollarga to'liq javob beradi. Yana aka, sizga bitta savolim aka, buni sizdan olib ketib sotsak ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Optim narxda ham olishmoqchi bo'lsa, turamiz hozir. Kelishaveramiz. Ekran telefon nomerlari turib, to'rtta ballonda ko'rganmiz va aloqa qilishda bemalol kalotkalar olib ketib sotsalar ham bo'laveradi. Mos mashinalaringga ham qo'ydirsalar ham bo'laveradi. Bundan tashqari, Xitoydami, misol Kia Hyundai'da qana mashinasi, defisit mashinasi yil eski, yil yangi bo'lsa ham, bizga PIN kodini tashlab bersa, narichi podzakas 1-3 kun ichida olib kelib beramiz. Zapchasi. Bu mashina hattoki inomarkalarida Range Rover bo'ladimi, Mersmi, BMW, qaysi mashina bo'lsa farqi yo'q. Bag'os beramiz.